Qanday qilib bir kechani o'zida so'gal va papillomalardan qutulamiz? Demak, men bugun sizga videoda ikkita super mahsulotni o'rgataman. So'gal va papillomalardan qutulishingiz uchun aynan mana shu ikkita mahsulot bizga kerak bo'ladi. Bizning maqsadimiz faqatgina undan qutulish emas, albatta uni yana qayta chiqishini oldini olish. Avvalambor birinchi o'rinda albatta biz tushunishimiz kerak, nima uchun papilloma ko'payib ketadi, nima uchun so'gal toshadi. Demak, men bugun videoda sizga oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz videoni to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. So'gal, ya'ni baradovka asosan so'gal ko'paygan paytda insonning immuniteti tushib ketishni boshlaydi. Papillomada esa bunaqangi holatlar kuzatilmaydi. Xo'sh, papillomalar o'zi nimadan ko'payadi? Ko'pincha insulin gormoningiz, ya'ni oshqozon osti bezida ishlab chiqariladigan gormon ko'tarilganini hisobiga sizda papillomalar toshadi. Qandli diabet, sahar kasalligi bor insonlarda yoki bo'lishi mumkin insulin gormoni o'ta yuqori, ortiqcha tana vaznidan qiynaladigan insonlarda papillomalar ko'payib boradi. Bunga sabab albatta insulinni doimiy baland ko'rsatkichi. Insulin, eslab o'tamiz, nimadan ko'tarilardi? Avvalgi videolarimda ham juda ham ko'p insulin haqida ma'lumot berganman. Videolarimning linkini videoning pastda qoldiraman. Siz bemalol uni ko'rib insulin nimadan ko'tarilishini yanada to'liqroq ma'lumotini olsangiz bo'ladi. Insulin o'zi ikkita narsadan ko'tariladi. Ya'ni bu juda ham qisqa perikuslarni amalga oshirasiz. Ya'ni siz har 1 soatda, har yoki 2 soatda ovqatlanasiz yoki 3 soatda ovqatlanasiz. Yoki bo'lishi mumkin ratsioningizda juda ham ko'p uglevodga boy mahsulotlar, tortlar, shirinliklar, gazli ichimliklar, fast food mahsulotlari bor va natijada doimiy insulin baland yuradi va buni hisobidan sizda papillomalar paydo bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi paytda polikistoz sindromi qo'yilgan 4 ta ayoldan ikkitasida mana shunaqangi papillomalar toshishi ham kuzatilyapti. Qonda glyukoza so'rilishga qiyinlashadi, bilasiz, insulin ko'tarilgandan keyin. Insulin bu nimaga javobgar? Aynan hujayralarga glyukozani kirgizib berishga javobgar. Lekin vaholanki siz insulinni cho'qilab har 2 soatda ovqatlanib yoki ratsioningizda o'ta ham ko'p uglevodli mahsulotlarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, insulin doimiy baland bo'ladi va natijada tana vazn ketmaydi. Ozish jarayonida masalan bo'lishi mumkin, ya'ni siz oz olmasligingiz mumkin yoki mana bunaqangi papillomalar toshib ketishi mumkin. Yana bir muhim narsani bilish kerak. Boya yuqorida ham aytib o'tdim, agar sizda so'gal bo'lsa, so'galda immunitet tushib ketadi. Immunitet so'zining yonida doimiy vitamin D birgalikda yuradi. Ya'ni immunitet tushgandan keyin vitamin D tanqisligi ham boshlanadi. Ko'pincha e'tibor berganmisizlar, so'gal qachon paydo bo'ladi? Kuz, qish fasllarida. Ya'ni ko'payib ketishni boshlaydi. Bunga asosan sabab aynan vitamin D tanqisligi, ya'ni qishda, kuzda quyosh bo'lmaydi-ku, shuni hisobidan organizmda immunitet tushib ketishni boshlaydi. Shu uchun ham vitamin D ni ayniqsa sovuq paytda, kuz, qish fasllarida 10 mingtalik, 7 mingtalik baland dozada ichish, qabul qilish tavsiya qilinadi. Masalan, bahor faslida yoki yoz faslida uni optimal dozada 2 mingtaligida bemalol qabul qilishingiz mumkin. Vitamin D ni, bitta vitamin D ni yilning 4 ta faslida tanaffuslarsiz, hattoki yoz oyida ham qabul qilishingiz mumkin. Faqat dozasini yoz oyida juda ham katta oshirib olmaysiz. Agar sizda vitamin D tanqisligi, etik vitamin D sizda 9, 10, 15 holatlari ketayotgan bo'lsa, albatta vitamin D ni boshlang'ich 2 oy davomida juda ham katta dozada qabul qilishingiz kerak. Sizga vitamin D haqidagi to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, men pastda Telegram kanalimning silkasini qoldiraman. Albatta Telegram kanalimga ulaning va o'zingizga kerakli vitamin D haqida, uni ichish tartiblari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Xo'p, endi insulinni tushirish uchun qanaqa ovqatlanamiz? Albatta ovqatlanish oralarini ochamiz. Ya'ni bunda o'zi intervalli golodaniya, ya'ni 16 ga 8 intervalli golodaniyasi zo'r yordam beradi. Ya'ni bir kunda 2 mahal ovqatlanish. Lekin bir kunda 3 mahal ovqatlangan holatda ham ovqatlanish orasini uzoq qilgan holatda o'sha nonushtangiz, tushligingiz, kechki ujiningiz va mana bu ovqatlanishda uglevodlarni nisbatan cheklab, ya'ni kam uglevodli dieta usullarini qo'llash insulinni tushirishga yordam beradi va kun davomida suv ichish va jismoniy harakat ham yodingizdan chiqmasin. Insulinni tushirmoqchi bo'lsangiz 2 soat, 3 soatda ovqatlanishni bas qiling, ovqatlanish orasini cho'zing. Videoning boshida ham aytdim, bizga ikkita mahsulot kerak bo'ladi deb. Aynan mana shu mahsulotlarga qaytamiz. Ya'ni birinchi mahsulot bu yod. Yod virus va bakteriyalarga qarshi papilloma va so'galni ketkazishda bizga yordam beradi. Bundan tashqari yod estrogen darajasini norma holatga tushirishga yordam beradi. Xo'sh, yodni biz qanaqa qabul qilishimiz kerak? Nima, uni ichishimiz kerakmi deyishingiz mumkin. Yo'q, shoshmay turing. Agar sizda fibroz, kistozniya mastopatiya holatlari yoki bo'lishi mumkin, hozir juda ham ko'pchilik ayollarda bor, kista, mioma holatlari bor. Mana shu holatlarni kamaytirishga, holatlarni yaxshilab berishga yod yordam beradi. Faqatgina aptekadan yodni suyuqlik ko'rinishdagisini olasiz. Keyingi ikkinchi mahsulot esa chesnok, ya'ni sarimsoq piyoz. Bilasiz, chesnok antibakterial xususiyatga ega, ya'ni viruslarni, bakteriyalarni yaxshigina o'ldirib beradi. Chunki tarkibida alitsin bor. Aynan chesnokni so'kini, ya'ni suyuqlik so'kini yoki o'sha chesnokni bitta zubchik
ko'pchiligini maydalasangiz ham yetadi. Bizga vatni paxtachalar kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda vatni paxtachalarga biz yodni tekizamiz. O'sha so'gal joyingizga bundoq surib qo'yasiz. Ketidan chesnogni qo'yasiz yoki chesnogni so'kini xuddi shunaqangi shaklda surib olasizda, ustidan plaster yopishtirasiz. Qayeringizda so'gal yoki papilloma muammosi bo'lsa, xuddi mana shu usulda plasterni yopishtirib, bir kun davomida qoldirasiz. Ertasiga qarabsizki, holatingiz ancha yaxshilanganini his qilasiz. Yana bitta sizga maslahat beraman. Juda ham ko'pchilik insonlar turli xildagi, masalan, papillomalarni, so'gallarni yo'qotish uchun turli xildagi yog'larni ishlatishadi. Masalan, olma sirkasi ishlatishadi yoki kastor yog'laridan foydalanishadi. Bu turdagi yog'larni ishlatmoqchi bo'lsangiz ham, siz qo'shimcha bir zubchik chesnok bilan birgalikda yodni aralashmasdan foydalanib, mana shu 3 tasini komplekt qilib aralashtirib suradigan bo'lsangiz, o'shanda papilloma va so'gallardan iz ham qolmaydi. Agar bugungi video sizga yoqqan bo'lsa, layklaringizni kutaman va kommentariyada albatta bajarib bo'lgandan keyin izohlarda o'zingizning fikringizni yozib qoldiring.